Assalomu alaykum hammaga. 26-maktab 2-o'quvchisi. Nechinchi sinfsan? 8. Turgan joydan tushiramiz. Keyin bu yerdan 3 ochkolik va sentrdan tushiramiz. Shularni hammasini tushirishga qancha vaqt ketsa, masalan bu 1 minutda tushirib qo'ydim, men 1,5 minutda tushirdim. Men yutkazaman. Ekonomer qo'yildi. Boshla. Biri 35, 1 minut 35 sekundda tugatding. Elli 4 sekund bo'ldi, lekin zo'r o'yin bo'ldi. Hadi. Aha, ko'rishamiz.